Hammaga salom, sizlar bilan Humoyun. Bugungi videoda qanday qilib quruvchi YouTube orqali pul topish mumkin? Shu haqida gaplashamiz. YouTube orqali pul topish. Birinchi, video uchun g'oyalar. Operatorsiz qanday qilib suratga olish mumkin? Tez o'sish yo'llari, daromad olish yo'llari. Video uchun g'oyalar. Birinchi qism. Siz jarayon. Qurilish kundaligi, siz jarayonni ko'rsatishingiz mumkin. Bugun qanday qarorlar qabul qilindi, bugun nima qilindi, shu haqida video qilishlaring mumkin. Ikkinchisi bu sharhlash. Materiallar, asboblar, shularni taqqoslash. Nimani sotib olish kerak, nimani sotib olishni tavsiya etilmaydi, shular haqida video qilib YouTube kanaliga joylashingiz mumkin. Uchinchisi bu xatoliklar. Nima noto'g'ri qilindi stroykada? Qaysi xatoliklarni yo'l qo'ymaslik kerak? Qaysi xatoliklarni qilmaslik kerak? Shu haqida video qilasiz. To'rtinchisi bu byudjet. Qurilish qancha turadi? Qayerda tiklasa bo'ladi? Smeta. Haftalik xarajatlar, shu haqida video qilasiz. Beshinchisi bu o'rgatish. Обучающий videolar qilasiz. G'isht terish, armatura, shpaklyovka, shtukaturka qilish haqida обучающий videolar. Va oxirgisi bu qanday natijalarni ko'rsatishingiz mumkin. Misol, poydevor tayyor bo'ldi, fundament tayyor bo'ldi, shular haqida video qilasiz. Hozirda Rossiya YouTube'da bunaqa videolar juda ham ko'p prosmotrga ega bo'lyapti. 5,5 million, 6 million, 3 million, 2 million 800 juda ham ko'p prosmotrga yig'adi. Bu kompaniyalar вообще reklamaga pul sarflamaydi, faqatgina YouTube orqali ularga klient keladi. Qanday qilib operatorsiz suratga olish mumkin? Sizga prosta operator shart emas, sizga prosta shtativ, GoPro yoki telefon bo'lsa bo'ldi. Kameraga to'g'ridan-to'g'ri gapirasiz. Hech qanaqangi diktorskiy ovoz shart emas, jonli nutq kerak. YouTube'da tez o'sish yo'llari. YouTube'da eng muhimi bu muntazamlik, sifatdan muhim. Siz haftaga bitta video qilishingiz kerak kamida. Bitta video, oyiga bitta yaxshi video qilaman degandan ko'ra, haftasiga bittadan video qilganingiz yaxshiroq. Va yana bitta muhim narsasi bu kommentariyadagi savollarga javob berish. Auditoriya bilan suhbatlash. Va uchinchi muhim narsa bu obloshka. Yorqin rasm, katta matn, ifodali so'z kerak. YouTube'da obloshka juda ham ko'p narsani hal qiladi. Rasm, yozuv yaxshi bo'lishi kerak. Va to'rtinchisi bu kontentingizni raqamlashingiz mumkin. Serial tarzda kontent qilishingiz mumkin. Eng muhim narsa qanday qilib pul ishlasa bo'ladi? Pul ishlash yo'llari. Birinchi eng tez yo'li bu mijoz topish. Sizni odamlar tomosha qiladi, ularda ishonch paydo bo'ladi. Ular agar uy qurmoqchi bo'lsa, biladi kimga murojaat qilishni, sizga murojaat qiladi va siz shu orqali mijoz yig'ib pul ishlashingiz mumkin. Bu yo'lda hattoki birinchi videongizdan klient topib pul ishlashingiz mumkin. Ikkinchi yo'li bu reklamadan daromad. YouTube o'zini reklamasi. Buning uchun 1000 ta obunachi 4000 soat prosmotr kerak bo'ladi. O'zbekistonda 1000 ta prosmotrga где-то 1 yo 2 dollar pul to'laydi. Uchinchi pul ishlash yo'li bu brend reklamalar. Sizni kanalingiz 1000 ta obunachi chiqqandan keyin sizni kanalingizda reklama sotishingiz mumkin. Sement, stроительный materiallar, boshqa narsalarni reklamasini sotishingiz mumkin. To'rtinchi yo'li bu partnyorskiy programmalar orqali. Sizga spesialniy ssilka yoki promokod beriladi. Shu orqali YouTube odamlar biron xil stроительный material sotib olsa, sizga kompaniya foiz to'laydi, protsent to'laydi.